Haydovchilik huquqini bermaydi bu sizga. Kim aytyapti shu gapni? Men aytolmas sizga. Agar haydovchining yonida haydovchilik guvohnomasi va avtomobilning texpasporti bo'lmasa, xorijga chiqish pasporti bilan avtomobilni boshqarishi mumkinmi yoki yo'q? Shu savolga huquqiy javob beraman. Men haydovchilik guvohnoma olib yurishga majburmanmi? Yana aytolmassiz yoki ID karta berasiz yoki deyapman haydovchilik guvohnomasini olib berasiz. Sodda qilib aytganda, amaldagi yo'l harakat qoidalariga ko'ra, agar haydovchining yonida ID karta yoki biometrik pasport bo'lganida, haydovchidan boshqa hujjatlar talab qilinmasligi belgilab qo'yilgan. Biometrik pasport emas. Endi asosiy savol, xorijga chiqish pasporti bu biometrik pasportmi yoki yo'q? Birinchidan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 4079 sonli qaroriga ko'ra, xorijga chiqish pasporti biometrik pasport ekanligi belgilab qo'yilgan. Ikkinchidan, aynan xorijga chiqish pasportida ham har bitta fuqaroning shaxsiy identifikatsiya raqami va barcha ma'lumotlari ko'rsatib o'tilgan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, haydovchining yonida xorijga chiqish pasporti bor bo'lgan taqdirda haydovchidan haydovchilik guvohnomasi va texpasportni talab qilish noqonuniy hisoblanadi. Avtomobil va yo'llar sohasi bo'yicha huquqiy ma'lumotlarni kuzatib borish uchun bizning akkauntimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu videoni barcha haydovchilarga va albatta GAI xodimlariga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin.